Mashallah, buni gigantligini qarang, ey. Joning omon bo'lsin. Ashiyu. Mashallah, turishini qarang buni. Kameraga sig'mayapti-yu, akalar. Bitta shu Dehqon akamizga like bosib o'ramiz, boshladik. Assalomu alaykum, qadrli chorva mix obunachilari, YouTube, buqa va albatta chorva ishqibozlari. Qadrli obunachilar, mana buqani turishini qarang, mashallah. Orqalarini qarang. Xudo xolasa bugun qiziqqan aka-ukalarimiz uchun zotga xohlasangiz o'ngda darchi boqing, xohlasangiz fermer akalarimizga mana bunaqangi germanskiy shvedni nomerlarini chiqarib beramiz. Mana akalar kameraga sig'mayapti-ku. Xo'p, qadrli obunachilar, bugun hafta kunlarimiz 28-sentyabr, haftaning bugun yakshanba kuni 2025-yil. Toshkent viloyati Begavot shahar Shahmatda Botir akamiz va Dehqon akamiz xonadonlaridamiz akalar. Sotiladigan bir dona mana bunaqangi shved buqamiz bor. Videoga akalar iloji bo'lsa videoni boshidan bitta like shunday bosib qo'yinglar. Like hech kimdan pul so'ramaydi. Like shunday mehnatimizga shu aka mana shu 20 oydan beri boqayotgan akamning mehnatlariga bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Mana shu videoni iloji boricha mana shunaqangi shved buqa qidirayotgan yoki tanish bilish aka-ukalarga tarqatib qo'yasizlar. Siz olmasangiz ham, siz qiziqmasangiz ham shu buqani xudo xolasa sotilishiga inshaalloh bir sababchi bo'lib qolasizlar akalar. Kanalga obuna bo'lmaganlar albatta ekraningiz o'ng tomonda podpisasiya, ya'ni obuna tugmachasi turibdi. Bitta bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Botir aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Buqani yuzini boqsiz-ku aka, xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin. Joningiz omon bo'lsin. O'zimni ko'rib ko'zim quvnab ketdi. Aka, bu necha oylikda olgansiz, xudo xolasa? 3 oylikda olgan. 3 oyligida olingan, ha? Hozir necha oylik bo'ldi? Mana shu turishi hozir buni? Turishi hozir 20 oy. 20 oylik. Hisob bo'yicha 20 oylik, ha? Qadrli obunachilar, bu germanskiy shved turiga kirar ekan, mana xudo xolasa fermadan olingan, chisti mana shvedni yoraydiganidan ekan, xudo xolasa. Lekin buni zotga akalar fermaga olib qo'ysangiz, aytadigan ekanda, aka fermer akalarga bu. Mana akalar bo'ylarini chamalonmoqchi bo'lganlar, Botir aka bo'yingiz necha aka? 1.90. Botir aka ham bo'ylari 1.90. Bu shved sal akadan pastda, mana turishini qarang. Joning omon bo'lsin degandan bori. Akalar, mana sizlarga yaxshilab buni ma'lumotlarni beramiz. Buqani mana aka yeb ichishi, sog'lig'i har tomonlama zo'r, ha? Hammasi garantiya. Garantiya beriladi. Shtoki yetkazib bersalaring bo'ldi. Yetkazib berilsa bo'ldi. Akalar, menga zotga shu aka qo'yib yuborsa aylantirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bitta yechaylik. Mana akalar buqani yurgizib, joningni yaltillashini qarang buni, mashallah. Mana akalar buqani yurgizib, sizlarga iloji boricha ko'rsatib beryapmiz mana akamiz bilan. Buni ko'rib olasizlar, bemalol. Har tomonlama sizlarga talablarga javob beradigan buqa. Olib borib, zotga bog'lamay turing aka. Shu turing bo'ldi. Olib borib, zotga olib borib boqsangiz ham bo'ladi buni. O'sha katta fermer akalarimiz bor, yaqinda Jizzaxdan ham bir akalarimiz zotga buqa so'rayotgan. Tozasidan, zo'ridan zotga bo'ladi. Yo'q. Shved zotiga qiziqaman. Olib borib darchi boqaman desiz, bularni agar borib bir yil yo 1,5 yil boqsangiz, bular 2 tonnaga boradigan buqalar akalar mana. Joning omon bo'lsin. Mana akalar, buqani yana joyiga qaytarib bog'ladik. Bir sizlarga aylantirib yurgizdik. Katta buqa, eplash oson emas. Narxiga o'tiramiz endi sekin. Botir aka, nech pul qo'yamiz aka buni shu obunachilarga, qiziqqan akalarimizga? Bilgan odam bo'ylarni savdoni qilib o'tirmaydi. To'g'ri aka, zotga qiziqib oladigan akalar lekin haqiqatan narxiga o'ylanib o'tirmaydi, to'g'ri. Bitta narx ayting aka, yo'lida qilib. Yo'lidan mayli. Oladigan odam ham ziyonni qilmasin. Aha. Baraka topsin. 55 mana. So'raverasizlar. 55 million siz aytyapsiz. Kami bor, xayri bor. O'zingiz bu yoqni chiroyli qilib berasiz, xudo xolasa. Akalar, mana kimdir yozishi mumkin, unaqa arzon, qimmat. Yo'q, akalar, bu haqiqatan germanskiy 100% toza shved. Bu hech qanaqangi bir haligi qoni buzuqlar, shunday o'zi ko'rinib ham turibdi. Bu asosan nima deymiz? Zotga olmoqchi bo'layotgan akalarimizga yomon tushar ekanda, fermalarga borib sigirlarga tashab qo'ysa, simentallar ichiga. Voy, dod devoradi-yu bu. Aka 55 kami bor, kelishtirib chiroyli qilib berasiz, lekin xudo xolasa. Mabodo aka mana Jizzaxdan biron bir akalar yoki vodiydan shvedga qiziqib qolishsa, olmoqchi bo'lsa, ularga dastavka xizmatlarida yordam qilib bera olasizmi? Mashina topib boshqa qilib oladigan akalar bo'lsa? Yo'q, men o'zim ishim ancha men nima
Biroq bir chetlardan mashinaga harakat misol uchun. Yo'lni qilamiz. Yo'l u tomonlama yordam qilasiz, xudo xolasa. Mana akalar, siz O'zbekistonni qaysi burchagida kuzatayotgan bo'lsangiz, farqi yo'q u narsani. Aloqaga chiqaverasiz. Xudo xolasa mana chiroyli qilib dastavkalariga ham xudo xolasa akamiz o'zlari qo'ldan kelganicha yordam qilishadi. Ekran ostiga telefon nomer qo'yib ketaman va Chorma Mix Telegram kanalimiz bor. Telegram kanaliga mana shu uyda lokatsiyasi tashlab qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Lokasiya bo'ylab kelib yoki telefon qilib olmoqchi bo'lgan akalar, Botirjon, menga molingiz yoqdi, yo boshqa narsa bo'ldi, kelishib 500 ming yo 1 million zakat tashlab qo'ysangiz, mol 1 kun 2 kun turib ham turaveradi. Kelib pulni berib olib ketaveradi, to'g'rimi aka? Zakat tashlab qo'yishsa, olib ketaverasizlar akalar mana. Joning omon bo'lsin. Buqa zo'r. Nima deymiz akalar? Sekin shu bilan videoni yakunlasak ham bo'ladi. Yurgizdik, ko'rsatdik, narxini aytdik. Xudo xohlasa bitta oilani yoki bitta firmani gullatadigan buqa inshaalloh. Turishingdan deganda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlar uchrashguncha bitta like esdan chiqmasin akalar. Kanalga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yasizlar. Botir aka, cho'tki qilib berasiz, o'zingiz xudo xohlasa chiroyli qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.